Siz kelajakni bashorat qila olasiz. Yo'q, bo'lmasam Kyupen bosh og'rig'ingizni davolashini qayerdan bilasiz? Yoki yaqinda chiqadigan Человек-pauк kinosi zo'r bo'lishini-chi? Axir uni ko'rmagansiz-ku. Siringiz nimada? Folbinmisiz yoki ekstrasens yoki vahiy keldimi? Okey, bachkanalashmaymiz. Aslida shu kabi bashoratlarni siz fikrlash uslublaridan biri bo'lgan induksiya orqali qilasiz. Induksiya bu o'tmishda boshdan kechirgan tajribalarga asoslangan holda kelajakni bashorat qilish. Bu uslub sizga nafaqat qanday sovg'a do'stingizga yoqish-yoqmasligini yoki nima sababdan ko'chadagi notanish odam sizga itqarash qilayotganini tushunishga, balki sizga yana mohirona argumentlar va kontrargumentlar tuzishga, ya'ni faylasuf kabi fikrlashga yordam beradi. Va qizig'i shundaki, siz bularning barchasini allaqachon bilasiz va bilish u yerda tursa, ishonchim komilki, bugunning o'zida siz ulardan foydalangansiz. Induksiya qandaydir faqatgina faylasuflarga xos bo'lgan noyob qobiliyat emas. Yer yuzidagi deyarli har bir jonzot, xoh hayvon, xoh o'simlik induksiyaga tayanadi. Nimaga? Chunki hayot buni talab qiladi. Misol uchun sichqon, kichik hayvonlar katta hayvonlarga yem bo'lishini bilganligi sababli umrida birinchi marta mushukka duch kelgan bo'lsa-da, undan qochadi. Mushuk ham xuddi shu tajribasi sababli umrida ko'rmagan itga duch kelsa, undan qochadi. Yoki o'simlikni olaylik. Bir o'simlik quyosh har kuni sharqdan chiqib g'arbga botishini boshdan kechirganligi sababli, u har tongda barglarini va poyasini sharq tomon buradi. Xuddi shuni singari, agar sizda kelajak haqida qandaydir ma'lumot bo'lsa, u katta ehtimol bilan sizning induktiv fikrlashingizdan kelib chiqqan bo'ladi. Induktiv fikrlashning asosiy g'oyasi kelajak ko'pincha o'tmishni takrorlaydi. Masalan, Kyupen, ya'ni parasetamol va natriy diklofenak birikmasi bosh og'rig'i kabi holatlarni samarali davolashini tasdiqlovchi ko'plab tadqiqotlar mavjud. Va katta ehtimollik bilan siz o'zingizda ham buni tasdiqlovchi shaxsiy tajribangiz bor. Shuning uchun ham siz hozirgi bosh og'rig'ingizni mana shu Kyupen hal qilishiga ishonchingiz komil. Chunki bilasizki, o'tmishda son sanoqsiz Kyupen tabletkalari son sanoqsiz bosh og'riqlarini davolagan. Xuddi shuni singari siz yangi Человек-pauк kinosi zo'r bo'lishini bilasiz, chunki bu franshizaning boshqa kinolarini yoqtirgansiz. Shuning uchun bu kino ham shunday bo'lishiga ishonasiz. Ammo shuni unutmaslik kerakki, induksiya deduksiya kabi qat'iy emas. Deduktiv muqaddimalar to'g'ri xulosani kafolatlasa-da, induktiv muqaddimalar xulosasi to'g'riligiga kafolat bera olmaydi. Induksiya sizga faqat yuqori ehtimollikni taklif qilishi mumkin, xolos. Klassik misol. Qadimgi Afina shahridagi ko'p erkaklar soqol o'stirishgan. Sokrat qadimgi Afinada yashagan erkak bo'lgan. Xulosa, demak Sokratning katta ehtimollik bilan soqoli bo'lgan. Bu induktiv argument, chunki u muqaddimalar orqali biz allaqachon bilgan ma'lumotlardan ehtimoliy xulosa chiqaryapti. Ko'rib turganingizdek, xulosa adolatli va to'g'riga o'xshayapti. Lekin aslida Sokratning haqiqatan ham soqoli bo'lganligiga kafolat yo'q. Induktiv fikrlash nihoyatda samarali, shuning uchun ham u juda keng tarqalgan, ammo u nuqsonsiz emas. Kelajak har doim ham o'tmishni takrorlamaydi. Masalan, mana bu induktiv argumentga qarang. 1990-yillar atrofida O'zbekistonda tug'ilgan erkaklarning deyarli hech biri sirg'a taqmaydi. Tod 1990-yillar atrofida tug'ilgan. Xulosa, demak Tod katta ehtimollik bilan zirak taqmaydi. Ko'rib turganingizdek, 1000 marta qaytarilgan vaziyatlarning 1001-sida istisno bo'lishi mumkin. Xuddi shuni singari yillar davomida yordam bergan Kyupen bugun yordam bermasligi mumkin. Hamisha qiziqarli bo'lgan franshizaning yangi kinosi juda zerikarli bo'lishi mumkin va hokazo. Induksiyaning yana bir muammosini zamonaviy amerikalik faylasuf Nelson Goodman oddiy bir misoli bilan namoyish qilgan. Goodman ko'shil degan rangni taklif qiladi. Ko'shil bu X vaqtidan oldin yashil bo'lgan va X vaqtidan keyin ko'kka aylanuvchi rang. Ayni damda biz X dan oldin bo'lgan davrda yashayapmiz va X qachon kelishini aniq bilmaymiz. Balki X 100 yildan keyin keladi, balki ertaga. Muhim emas. Muhimi shundaki, hozirgi paytda yashil bo'lgan har qanday narsani ko'shil deyishimiz mumkin. Okey. Endi mana bu zumradga qarang. U yashil va induksiya orqali biz bilamizki, zumradlar hamisha yashil bo'lgan va yashil bo'lib qoladi. Lekin shu bilan biz bu zumradlarni ko'shil deyishimiz ham mumkin, chunki biz X dan oldingi davrda yashayapmiz. Bu degani zumradlar bir kun kelib rangini ko'kka o'zgartiradi, chunki ko'shil rangining ta'rifi shunday. Va shu joyda muammo tug'ilyapti. Induksiya bizni zumradlar X vaqtidan keyin ko'k bo'ladi degan xulosa chiqarishga undayotgan bir paytda, xuddi shu induksiya zumradlar hamisha yashil bo'lib qoladi degan xulosaga chorlayapti. Goodman ushbu misol orqali bizga induktiv fikrlash noto'g'ri bo'lishi mumkinligini va biz kelajakni bashorat qila olamiz degan soxta ishonchga olib kelishi mumkinligini namoyish qilgan. Shu sababli biz haqiqatni boshqa uslublar bilan ham aniqlashni o'rgandik. Ulardan birini tushunish uchun 19-asr Angliyasining eng muhim falsafiy shaxslaridan biriga, Sherlock Holmesga murojaat qilamiz. Sir Arthur Conan Doyle'ning To'rtlik belgisi romanining 6-bobida janob Holmes shunday deydi:
Agar siz imkonsiz bo'lgan variantlarni bartaraf etsangiz, oshib qolgan variant qanchalik ehtimolsiz bo'lmasin, haqiqat bo'lishi shart. Shu kabi fikrlashning nomi abduksiya. Ya'ni sodda qilib aytganda, abduktiv fikrlash bu ma'lum bir masalani hal qiluvchi eng yaxshi javobni tanlash. Abduktiv fikrlash jarayoni deduksiya va induksiyadan farqli o'laroq muqaddimalardan xulosaga o'tmaydi. Aksincha, u muqaddimalarni tushuntirishi mumkin bo'lgan barcha xulosalarning eng yaxshisini qoldiradi. Qarang, Abdushkur oxirgi paytlar Instagramda sevgi haqida rasmlar joylashtira boshladi. Abdushkur shaxsiy sabablarga ko'ra do'stlari bilan har yakshanba kungi futbolga qo'shilmay qo'ydi. Abdushkurning do'stlari uni bir necha marta yakshanba kuni qimmat guldasta bilan ko'rishdi. Xulosa, Abdushkur do'stlarini bir qizga almashtirdi. Ushbu muqaddimalar orqali biz na deduktiv, na induktiv tarzda Abdushkur haqiqatan ham bir qiz bilan band ekanligini isbotlay olmaymiz. Lekin bunga qaramay xulosa asosli. Chunki ushbu muqaddimalarga ko'ra biz bilamizki, u yakshanba kuni shaxsiy sabablarga ko'ra band. Uning qo'lidagi guli va Instagramdagi vaziyatni inobatga olsak, bu shaxsiy sabab bir qiz ekanligi yoki xudo asrasin bir yigit ekanligi ehtimoli ham juda yuqori. Okey, keling yana bitta soddaroq abduktiv argumentni ko'rib chiqamiz. Kecha siz va do'stingiz kechki ovqatga shaverma yedingiz. Siz va do'stingiz butun tunni hojatxonada o'tkazdingiz. Xulosa, siz va do'stingiz achib qolgan shaverma yedingiz. Kimdir shaverma yesa uning qorni og'riydi degani emas, to'g'ri. Lekin ikkalangiz ham bir xil ovqatni yeganingiz va bir xil alomatlarga ega bo'lganingiz va boshqa qo'shimcha muqaddimalar, misol uchun shaharda qandaydir virus epidemiyasi borligi haqida ma'lumot yo'qligi shavermani eng yaxshi javobga aylantiradi. Ammo shuni ta'kidlab o'tish kerakki, abduksiya ham xuddi induksiya kabi bizga aniq javob bera olmaydi, lekin u tajribasiz va chalkash bo'lgan vaziyatlardan chiqib ketishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Shifokorlar misol uchun kasalliklarni tashxislashda odatda abduksiyadan foydalanadilar. Talabalar ham test paytida to'g'ri javobni topishda undan foydalanadi. Ichki ishlar xodimlari ham dalillardan xulosa chiqarish uchun abduksiyaga tayanadi. Lekin abduktiv fikrlashda odam ehtiyotkor bo'lishi kerak. Sababi u faqatgina sizda mavjud bo'lgan ma'lumotlardan foydalanadi. Shu sababli ham shifokorlar va ichki ishlar xodimlari xulosa chiqarishdan oldin iloji boricha ko'proq ma'lumotlar yig'ishga harakat qilishadi. Chunki muqaddimalar qancha ko'p bo'lsa, abduksiya ham shunchalik kuchli bo'ladi. Xo'p, biz asosiy argument turlarini ko'rib chiqdik. Keling endi faylasuflar bir-birlari bilan muloqot qilish uchun argumentlardan qanday foydalanishini bilib olamiz. Faylasuflar oddiy odamlar kabi bahslashmaydilar. Ular hech qachon da'voingni rad etaman chunki u kulgili yoki bir tiyin yoki bema'ni demaydi. Yo'q, suhbat va bahslarda ular yuqoriroq standartlarni va qoidalarni talab qiladi. Faylasuflardan biri dastlab ma'lum bir argumentni ilgari suradi. Ikkinchisi uni qabul qilish kerak yoki unga qarshi bo'lsa kontrargument, ya'ni ilgari surilgan argumentga zid argument taklif qilishi shart bo'ladi. Shunchaki argumentni rad etish mumkin emas. Misol uchun Abdushkur kim bilan band bo'lganligiga da'vo qiluvchi argumentga qaytadigan bo'lsak, yaxshi faylasuf raddiyasi quyidagicha bo'lishi mumkin. Abdushkur Instagramda sevgi haqida rasmlarni joylashtira boshlaganiga sabab qiz topgani emas, balki aksincha, yolg'izligi sababli dardini shu tarzda ifodalayotgan bo'lishi mumkin. U har yakshanba do'stlari bilan futbol o'ynashni to'xtatgani ham qiz topganligi sababli emas, balki uning onasi og'ir kasal bo'lib shifoxonaga tushib qolganligi va u bo'sh vaqtini onasi bilan o'tkazishni afzal ko'rganligi sababli bo'lishi mumkin. Do'stlari ko'rgan qimmat guldasta ham qiz uchun emas, balki kasal onasini xursand qilish uchun olingan gul bo'lishi mumkin. Shu bilan Abdushkur yakshanba kunlarini jufti bilan emas, balki onasiga g'amxo'rlik qilish bilan o'tkazyapti degan xulosaga kelish mantiqiyroq bo'ladi. Argumentlarga javoban kontrargument keltirishdan tashqari, faylasuflar yana argumentlarni so'rov ostiga qo'yishi mumkin. Misol sifatida Platon o'zining Respublika asarida yozgan Kefal va Sakrat suhbatiga qaraymiz. Ushbu suhbatda Kefal adolatni, haqiqatni gapirish va qarzlarni to'lash deb ta'riflaydi. Shunda Sakrat, yaxshi, lekin savolim bor. Aytaylik, do'stingiz sizga bir qurolni qarzga bergan. Vaqt o'tgach u aqldan ozib qonxo'r bo'lib qoldi va qurolni qaytarib berishni so'radi. Shunda siz unga qurolni qaytarib berishingiz adolatli ish bo'ladimi deb so'radi. Bunga Kefal, yo'q, albatta yo'q. Jinni odamga qurol berish jamiyat uchun xavfli ish bo'lar edi deb javob beradi. Va Sakratning javobi, demak sizning adolat haqidagi ta'rifingiz noto'g'ri. Shu kabi g'oyalar va argumentlar sifatini so'roq savol orqali o'rganishni ommalashtirgan dastlabki faylasuflardan biri Sakrat bo'lgan va shuning uchun ham shu kabi tergovlar Sakrat usuli deb nomlangan. Shuni ta'kidlash kerakki, faylasuflar odatda mijgo va bahslashni yoqtiruvchi odamlar sifatida tuyulishi mumkin bo'lsa-da, ular Sakrat usulini g'olib va mag'lubni aniqlash usuli deb emas, aksincha ikki suhbatdoshlarni haqiqatga yaqinlashtiradigan mashq sifatida ko'rishadi. Shuning uchun agar sizni kimdir bahsda argument, kontrargument yoki Sakrat usuli bilan mot qilgan bo'lsa, g'azablanmang.
Bunday holatlarda yaxshi faylasuf raqibiga o'zining zaif tushunchalarini namoyish qilib bergani uchun minnatdor bo'ladi. Chunki faylasuflarning maqsadi bahslarda g'alaba qozonish emas, balki haqiqatni topishdir va bizning keyingi sayohatimiz aynan shu haqida bo'ladi. Hozircha esa biz falsafiy fikrlashning yana ikki turi, induksiya va abduksiya haqida, ularning kuchli va zaif tomonlari, shuningdek kontrargumentlar va Sokrat usuli haqida ham ma'lumotga ega bo'ldik. Xo'sh, shunday ekan, keyingi sayohatlarimizda ko'rishguncha, xayr, tinch bo'ling.